Men dasturchilarni nerdlar deb o'ylardim. Kun bo'yi kompyuterda ochki taqib olib, nimadirlarni qilib, insonlar bilan gaplashmay o'tiradigan bolalar deb o'ylardim. Men o'zim zo'rg'a dars qilardim. Baholarni faqat muomala orqali yopardim. Kompyuter oldiga faqat Counter yoki FIFA o'ynagani o'tirishim mumkin edi. Bugun esa men o'sha nerdlar orasidaman. Men ham nerdman. Meni ismim Rasulov Tohir, men front-end developerman. Va meni nerdlik hayotimni butunlay o'zgartirib yubordi. Bugun bu videoda men sizlarga qanaqa qilib zo'rg'a dars qiladigan boladan nerdga, ya'ni dasturchiga aylangani haqida gapirib beraman. Ko'pchilik o'ylashingiz mumkin, nega o'zet bermoqchisan bu hikoyani? Nimaga muhim aslida? Chunki ko'pchilik o'ylaydi, dasturchi bo'lish uchun yoshidan geniy bo'lish kerak. Kompyuterdan ketmasdan polni matematika, fizika hamma narsani o'rganish kerak deb o'ylashadi. Lekin men sizlarga dasturchi bo'lish uchun iqtidor вообще kerak emas. Bolalikda kompyuterni geniy ham bo'lish kerak emas. Hamma narsa yolg'onligini men o'zim hayot tarzim bilan ko'rsatib berdim va stereotiplarni sindirdim. Bugun shu narsa haqida gaplashamiz. Boshida men oddiy bola edim. 9-sinfgacha koridorda ko'rasizlar bolalarni, oynani oldida turadigan bolalar. O'shalarning orasida men bor edim. Men o'sha yerda edim. Har kuni koridorda darsga kirmasdan turardim, oynani tagida bolalar bilan gaplashib, darslardan qochib yurardim. Va baho olish kerak bo'lganda ustozlar bilan chiroyli muomala qilib, shokolad berib yoki bitikda nazorat ishlarini yozdirib baho beradigan bolalardan edim. Unaqa zo'r o'quvchi ham emasdim. Darslarni ham zo'r qilardim. Faqatgina biletlarni yozardim, bo'lmasa uni ham ruchimga yozdirishim mumkin edi. Kompyuter oldiga faqat o'yin o'ynash uchun o'tirardim. 7-8-sinfgacha o'zimning kompyuterim yo'q edi. Faqat chiqib kompyuterxonada Counter o'ynardim yoki FIFA o'ynardim, GTA o'ynardim. Shunaqa qilib kunimni o'tkazib yuraverardim. Umuman dars qilmasdim, qiziqmasdim hech narsaga. Katta bo'lsam biznesmen bo'laman deb o'ylardim va haqiqiy skill olish kerakligini umuman anglab yetmasdim. Dasturlashga keladigan bo'lsak, umuman hayolimga kelmasdi. Menimcha ularning o'zini hayoti bor. Menga emas bu soha deb o'ylardim. Keyin 8-9-sinfda koronavirus oldi, opam bitta biznes boshladilar. Ya'ni Instagramdan kod kraska sotishni boshladilar. Ya'ni kodni qog'ozga kraska chiqarib sotardi. Ularni bo'yash uchun prototip kerak bo'lardi va prototiplarni topinglar nima qilish kerak bo'lardi. Prototiplarni bo'yash kerak bo'lardi. U prototiplarni ham boshida qo'lda bo'yardik, keyin kompyuterda bo'yashga qaror qildik va opam menga kompyuter olib berdilar. O'sha narsadan keyin men hayotim umuman o'zgarib ketdi. Birinchi bo'lib Paint'da bo'yashni boshladim. Qarasam Paint umuman to'g'ri kelmaydi. Keyin Photoshop degan narsani bildim. Keyin Photoshop sketchat qildim. Photoshopni o'rgandim, o'qidim, YouTube'dan videolar ko'rdim, sekin-sekin qiziqishni boshladim. Qarasam o'xshayapti. Nimadir qolma o'xshayapti. U narsani qilib ko'ryapman o'xshayapti. Agar Instagramda meni o'sha akkauntlarim yo'qolib ketgan, topsanglar bo'ladi. Photoshop Tohir degan Instagramda akkaunt bor. O'sha yerda o'zim rasmlarimni edit qilardim Photoshopda. YouTube'dan ko'rardim, undan ko'rardim, kurslardan level qilib, bu narsa qilib o'sha Photoshopga o'zimni umuman bag'ishlab yubordim, ya'ni dizaynga. Keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin akam Polshada Netguru degan kompaniyaga dizayner bo'lib kirdilar ishga. Ya'ni IT dizayner bo'lib kirdilar. Keyin akam menga aytdilar, "Dizayn o'rganib ko'rmaysanmi? Photoshopda yaxshi ishlayapsan, mendan ham yaxshi ishlayapsan" dedi. Chunki akam mendan so'rayardilar o'sha payt dizayner bo'lganlarida ham men Photoshopni akamga o'rgatardim. Ya'ni shunchalik kirib ketgandim Photoshop ichiga, akamga o'rgatib o'tirardim, qayerda nima qilish kerakligini. Keyin sekin-sekin akam menga dizaynni umuman prinsiplarini tushuntirishni boshladilar. Menga kurslar tashlab berdilar. Figma degan narsa bilan tanishdim, web dizayn degan narsa bilan tanishdim. Typography, serif, sans serif, fontlarning farqi, ranglarning farqi, color psychology shu narsalarni o'rganishni boshladim. Va men bitta narsani anglab yetdim, hamma narsa menda zo'r bo'lyapti. Bitta narsa yetishmayapti, menda kreativность yetishmayapti. Endi to'g'ri tushunishinglar kerak. 7-8-sinf bolada kreativность nima qiladi? Internetda kerakli dizaynlarni ko'rishni bilmaydi. Fokusi bo'lmagan bolani qattan unaqa mahorati bo'lsam, men muammoni yechishni yaxshi ko'raman. Ya'ni Photoshopda menga shunaqa muammo kelyapti, nimadirni edit qilishim kerak. Qattan qilaman. Photoshopda agar qilgan bo'lsanglar, mingta ichida optionlar bor. Ularni qattan topaman. Muammo yechimini qidiryapman, yechim o'xshayapti, menga yo'q. Men bitta narsani sezdim o'sha paytda, men boshqalardan qaraganda ancha tezroq o'rganaman. Ya'ni bitta hikoya aytib beraman. Men bitta aka bilan tanishganman, ismim aka bilan. Uni Photoshop o'rgatadigan ustozi bor edi. Ustoz emas, do'sti bor edi, ustozlik qilardi. Meni o'sha gruppaga tekinga qo'shib qo'ygan, ya'ni yaxshi o'rganasan, yaxshiroq o'rganasan deb. Va o'quvchilar
tushuntirishyapti, ular tushunishmayapti. Men tushunyapman, tez ilyapman, tez joyida qolman, u ishlarni ham 2 barobar, 3 barobar yaxshi qilib beryapman. Va o'sha ustoz aytgan, bu bola o'zi bilar ekan Photoshopni. Nima qilasan, yana vaqtini ketkazib deb. Mayli o'rganursin deb, men dalishi o'rganurganman. Va o'shanaqa qilib men his qilganman, ya'ni tezroq o'rganyapman boshqalarga qaraganda. Va orada opamning ishlarini ham qilib turuvdim, Photoshopda ishlarni qilib turuvdim. Va shunaqa vaqt keldi, karantin tugadi va men nimadir qilishim kerak. Ya'ni men o'rgandim muammolarni yechishga. Keyin yo'limga ismim keldi. Social media marketing. Opamning как раз biznesi bor. Instagramda narsa sotyaptilar. O'sha narsada men test qilaman dedim. Opamning biznesini men o'zim yuritishni boshladim. Ya'ni klientlarga javob berish emas, qanaqa istoriyalar qo'yish, qanaqa videolar olish, postlar qo'yishni etishni boshladim. Opamga yordam berishni boshladim va menda qanaqadir ko'nikmalar paydo bo'lishni boshladi. Va sekin Facebook Ads ga o'tdim. Ya'ni reklamalar yoqishni boshladim. Hech narsani bilmaydigan bo'ldim. Faqat YouTube. Qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, internetga yugurib, internetdan topib, hamma narsani internetdan hal qilishni boshladim. Va keyin professional ishlashni xohladim va Pravebga bordim. Pravebda qarayapman, boshidan o'rgatishyapti. Menga endi bilmaydigan narsalarim ham bor edi, lekin juda ham tez ilib ketaman. Bolalar tushunishmayapti, qizlar tushunishmayapti va men asabimga tegishni boshladi. Men so'radim. Ikkinchi modul nima? Ikkinchi modul dizayn haqida. Как раз men dizaynni bilaman. Meni o'tkazib yuboradi. Ikkinchi moduldan emas, uchinchi moduldan boshlanaman. Qanaqadir imtihonlar bo'ladigan bo'lsa, men topshirishga tayyorman dedim. Endi bitim sentrlarni to'g'ri tushunish kerak. Agar qancha o'quvchi tez bitirsa, shuncha pul kam oladi. Ular yo'q deyishdi va meni o'tkazishmadi. Men keyin o'qishni tashladim. Tashlaganimdan keyin men o'zi hamma ko'nikmalarim bor. Ismimni tushunaman, profil yuritganman. Reklama yoqishni bilaman. Lekin kim necha yosh, 16 yoshmidim, 15 yoshmidim, shu yoshdagi bolaga o'zini akkauntini topshiradi. Topolmadim klient. Balki men noto'g'ri qidirgandirman. Klient topolmadim. Undan keyin ingliz tili o'qishni boshladim. Ingliz tilini IELTS oldim, matematika o'qidim. Matematika o'qiyotgan vaqtimda 11-sinfga kelib qoldim. Akam aytdilar, vaqting bekor ketgandan ko'ra dasturlashni o'rgangin dedilar. O'shanda ham men o'ylamadim. Dasturchi bo'laman, mana shu karyeradan ketaman deb o'ylamagandim. Shunchaki akam meni ushmasinlar, ortiqcha gap bo'lmasin deb men dasturlashni o'rganishni boshladim. Va sekin-sekin o'rganyapman, yo'qotdi, nimadirlarni hal qilyapman, yo'qotdi va birinchi saytimni o'rtog'imga qilib berganman, o'tgan videoda aytganimdek, qarasam yo'qotdi va shu yo'nalishda ketishni boshladim. Men bu narsa bilan nima demoqchiman? Agar sizlar o'zingizga yoqmagan ishni qilishinglar kerak bo'lsa, masalan, o'zingizga yoqadigan yo'l bilan qilinglar. Ya'ni menga aytganimdek, nimadirlarni hal qilish yoqadi va nimadir tez o'rganish menga xos bu narsa. Men ya'ni juda ham tez o'rganaman yangi narsalarni. Shunaqa qilib ITga kirib ketdim va ITga kirib ko'p stereotiplarni sindirdim. Ya'ni sport bilan shug'ullanaman, ozg'inmasman, semizmasman. Endi orada hammani ham aytmayman, zo'r bolalar bor dasturlashda. Endi ko'p bolalar lekin rostdan ham nol. Yana bitta narsa aytib o'tib ketmoqchiman. Menga o'xshagan bola koridorda turgan, darslarga kirmagan, baholarni faqat muomala orqali hal qilgan, daftarlarni boshqalarga yozdirib beradigan bola, dasturchi bo'lgan bo'lsa, ya'ni geniy bola emas, oddiy bola dasturchi bo'lgan bo'lsa, sizlarda ham qo'lingizdan keladi. Nafaqat dasturchilik, любой kasb, любой yo'nalish, nimaga qiziqsanglar, nimani yoqtirsanglar, sizlar bemalol o'sha narsa bilan shug'ullana olasizlar. Sizlarni hech kim to'smaydi. Sizlarni bitta dona to'sadigan odam bu o'zingizlar bo'lasizlar. Siz boshqa narsalarni ayblashingiz mumkin. Atrof muhitda ayblashingiz mumkin. Lekin atrof muhitda ham o'zingizlar to'g'ri olasizlar. Ayblagan narsalarni o'zingizlar olib qo'ya olasizlar. Internet deyishingiz mumkin. Internetni o'chirib qo'ya olasizlar. O'rtoqlar deyishingiz mumkin. O'rtoqlardan keta olasizlar. Pul yo'q deyishingiz mumkin. Internetga kirib topa olasizlar. Любой narsani topa olasizlar. Faqat o'zingizlar sizlar yo'ldan qoldirib, yo'ldan ozdirayotgan inson bittagina sizlar bo'lasizlar. Men bu yerda o'tirib olib sizlarga intizomli bo'linglar deb leksiya o'qimoqchi emasman. Men prosta o'zim hayotim haqida gapirib berdim. Qanaqa oddiy boladan dasturchiga aylanganim haqida gapirib berdim. Va yana bitta juda ham muhim narsa, Telegram kanalimga qo'shilsanglar, Telegram kanalimda joystick borligini aytdim. Hozir ko'rsataman. Joystick borligini aytdim va dasturchi bo'lganim ham juda ham muhim kelgan narsa bu joyda. Joystick nimaga kerak menga? Joystick men Mac ishlataman, PlayStation'im yo'q. FIFA skachat qilganman Mac'imga va FIFA tushmagandan ichidagi bitta bin fayllarni o'zgartirganman. Bin fayllarni o'zgartirganim orqali men Mac'da FIFA o'yna olaman endi. Endi butunlay o'zimni yo'qotmaganman, orada baribir FIFA o'ynab turaman.
Agar qiziq bo'lsa Telegram kanalimga qo'shilsanglar, hammasi o'tda bor. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.